Aka bitta savol bersam bo'ladimi? Maqsad jarima qilishmi yo tezlik pasaytirishmi? Pasaytirish. Lekin hozir yashin turganingizni o'zingiz bilyapsizmi? Hozir bu yerda yashin turibsiz, siz odamlar ko'rmaydi buni. Ushbu turdagi multiradar, ya'ni Nexia 3 hamda Cobalt rusumli avtotransport vositalariga joylashtirilgan multiradarlar noqonuniy hisoblanadi. Asos Vazirlar Mahkamasining 975-sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ 3989-sonli qarori hisoblanadi. Biz shu paytgacha 500 ga yaqin multiradarlarni sud tartibida bekor qilib, hatto moddiy va ma'naviy zararlarni undirib kelyapmiz. Siz ham sudga murojaat qilib, o'zingizga tegishli bo'lgan noqonuniy jarimani sud tartibida bekor qildirsangiz bo'ladi. Agarda sudya sizga jarimangizni bekor qilib bermaydigan bo'lsa, sudya prezident qaroriga qarshi chiqqan hisoblanadi. Sizlarga ham multiradarlardan noqonuniy jarimalar keladigan bo'lsa, Telegramdagi qonuniy jarima botidan foydalanib, arizangizni yozdirib olib, sudga murojaat qilsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Muhimi, yo'l harakati qoidalarini buzmang. Sizlar bilan Jasur Beknazov qonuniy gaplashamiz.